Xonanda Lola san'atni tark etdimi? Habbatu Sauda. Siz ishonchingizni oqlagan brend. Yillar davomida minglab mijozlarimiz sog'ligidan mamnun bo'lib kelmoqda. Tabiiy qora sedana mahsulotlari bilan boshlangan yo'limiz endilikda yanada kengaydi. Endi siz uchun kollagen, go'zallik va yoshartirish siri, detoks, tanani tozalash va yangilik manbai. Bizning maqsadimiz sog'lom hayot va baxtiyor oilalar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqinda bo'lib o'tgan konsertdan so'ng mashhur o'zbek xonandasi Lola kutilmaganda o'zining Instagram sahifasidagi barcha rasm va videolarni o'chirib tashladi. Avvalgi postlar o'rniga u qisqa xabar yozib qoldirdi. Biz yana qachondir uchrashamizmi yo'qmi bilmayman. Lekin sizlarni va bu kunlarni eslab yuraman. Yuragimda saqlayman deydi. Xonandaning bu harakati muxlislar orasida katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'pchilik Lolaning ijodini to'xtatmoqchi ekanini taxmin qilmoqda. Biroq xonandaning o'zi bu haqda hali rasmiy bayonot bermadi. Ba'zi muxlislar esa u shunchaki og'ir gastrol safardan so'ng ijodiy tanaffus olishga qaror qilgan bo'lishi mumkin degan fikrni bildirmoqda. Xonandaning ijtimoiy himoya agentligida ish boshlashi mumkinligi haqida ham xabarlar mavjud. Ma'lumot uchun Lola 4-sentyabr kuni 40 yoshni qarshiladi. U 1985-yilning 4-sentyabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning otasi Ravshanbek Yo'ldoshev uzoq yillar mobaynida ichki ishlar organlarida tergovchi sifatida faoliyat yuritgan. Shu bilan birga uning san'atga qiziqishi baland bo'lgan. Aynan shu qiziqish ortidan Ravshanbek Yo'ldoshev keyinchalik ko'plab yulduzlarni kashf qilgan. Tarona Records prodyuserlik kompaniyasiga asos solgan. Uning yordamida Setora guruhi Shahzoda Shohruxxon kabi xonandalarning tanilishiga hissa qo'shgan. Onasi Gulnora Yo'ldosheva esa dizaynerlik bilan shug'ullangan. U avvaliga turmush o'rtog'ini qo'llab-quvvatlash uchun uning prodyuserlik suratga olish, kliplarda kostyum ustasi bo'lib ishlagan. Hozirgi kunda Lola birinchi turmushidan ajrashib, ikkinchi marta turmush qurdi va yaqin 4-5 yil orasida u yana bir qizaloqlik bo'ldi. Hozirda u yana ham baxtli ekanligini aytib yurgan Lola negadir san'atdan ketmoqchimi yoki yo'qmi? Bu haqda sizning fikringiz qanday? Kommentariyada o'z fikringizni yozib, video ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang.